Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar 2025 yil oxirigacha nimalarni tekshirib, nimalarni rasmiylashtirib qo'yishlari kerakki, keyin pensiya puli kechikmasin, kamayib qolmasin yoki umuman to'xtab qolmasin. Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga nafaqaga chiqishga yaqinlashayotgan fuqarolarga tegishli. Men hozir aytadigan narsalar oddiy ko'rinadi. Lekin amalda ko'p odam aynan shu mayda xatolar sabab bir necha oy pulini ola olmay yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida eshitgan odam pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pasportdagi yozuvlar va joylardagi xodimlarning qo'lda tekshirishi orqali yurardi. Pensioner pensiyasini pochta orqali olardi. Kimdir bank kartasiga olardi. Ayrim hollarda hujjatdagi xato darhol bilinmasdi. Masalan, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa ham, familiyada bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham, ba'zan odam pulni olib yuraverardi. Chunki tizimlar bir-biri bilan bugungidek tez bog'lanmagan edi. Hozir vaziyat o'zgargan. Davlat xizmatlari, pensiya jamg'armasi, banklar, soliq, fadiyo, migratsiya, kadastr va boshqa bazalar bosqichma-bosqich elektron shaklda solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi pensionerning ma'lumoti bitta joyda boshqacha, ikkinchi joyda boshqacha chiqsa, tizim savol beradi. Masalan, pasport yoki ID karta muddati tugagan, bank kartasi yopilgan, yashash manzili o'zgargan. Pensiya oluvchi chet elda uzoq qolgan, nogironlik muddati qayta tasdiqlanmagan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasida o'quvchi haqidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, pul vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Men bu yerda vahima qilish kerak demayapman. Lekin e'tiborsizlik qilish ham mumkin emas. 2025 yil oxirigacha har bir pensioner o'z hujjatlarini, bank kartasini, pensiya turini, imtiyozlarini va shaxsiy ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Chunki yil oxirida ko'p tashkilotlarda qayta hisob-kitob bazalarini yangilash, qarzdorlik va to'lovlarni solishtirish kuchayadi. Muammo chiqsa, uni bayram oldidan yoki yil yopilayotgan paytda hal qilish yanada qiyinlashadi. Birinchi navbatda pasporti yoki ID kartasi muddati tugayotgan pensionerlar diqqatli bo'lishi kerak. Ko'pchilik mening pasportim bor, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin hujjatning muddati tugagan bo'lsa, bank ham, davlat xizmatlari ham ayrim amaliyotlarni to'xtatishi mumkin. Masalan, pensioner ota 2025 yil noyabr oyida bank kartasini almashtirmoqchi bo'ldi. Lekin ID karta muddati tugagan ekan. Bank yangi karta bermaydi. Pensioner esa pensiya tushgan pulni yecholmaydi. Keyin u avval hujjatni yangilaydi. Navbat kutadi, keyin bankka boradi. Natijada oddiy tekshiruvni vaqtida qilmagani uchun 15 kun, ba'zan undan ko'proq vaqt yo'qotadi. Ikkinchi guruh bank kartasi muddati tugayotgan pensionerlar. Pensiya karta orqali tushsa, kartaning amal qilish muddatiga qarash kerak. Kartada odatda oy va yil yoziladi. Masalan, 2021 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil dekabr oyigacha amal qiladi. Ammo amalda dekabr oxirida hamma birdan kartasini almashtirishga yugursa, banklarda navbat ko'payadi. Men pensionerlarga shuni aytaman. Karta muddati tugashini kutmang. Kamida 2 oy oldin bankka boring. Agar pensiya 1000-200 so'm bo'lsa, karta yopilib qolsa ham pul yo'qolmaydi, lekin undan foydalanish qiyinlashadi. Pensioner uchun esa 5-10 kunlik kechikish ham dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat masalasida seziladi. Uchinchi guruh yashash manzili o'zgarganlar. Masalan, pensioner ayol ilgari Samarqandda ro'yxatda turgan, hozir Toshkentdagi farzandinikida yashayapti. U pensiyasini olayotgan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy manzil, bank filiali, tibbiy biriktirilgan poliklinika va ijtimoiy yordam ma'lumotlari bir-biriga mos kelmasa, ayrim imtiyozlar chiqmay qoladi. Kommunal kompensatsiya, dori uchun imtiyoz, yolg'iz keksalarga yordam, nogironlikka oid xizmatlar manzilga bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sabab odam pensiyam tushyapti-ku deb xotirjam bo'lib yuradi. Aslida boshqa pullardan yoki yordam turlaridan bexabar qoladi. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar. Pensiya chiqqandan keyin ishlash mumkin, lekin daromad, mehnat shartnomasi, soliq va pensiya qayta hisob-kitobi masalalarini to'g'ri yuritish kerak. Masalan, bir pensioner 2024 yilda qorovul bo'lib ishga kirgan, lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. U odam o'ylaydi, baribir pensiyadaman, menga farqi yo'q. Aslida farqi bor. Rasmiy staj va badallar
keyinchalik pensiyani qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Agar hujjat to'g'ri yuritilsa, pensioner qo'shimcha ish davrini tasdiqlab, qonunda belgilangan tartibda pensiyasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar hammasi og'zaki bo'lsa, keyin isbotlash qiyin. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladiganlar. Bu yerda eng katta xato qayta ko'rik muddatini unutish. Agar nogironlik muddati belgilanmagan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigidan o'tish sanasini aniq bilish kerak. Masalan, hujjatda nogironlik 2025 yil oktyabrgacha deb turibdi. Odam esa menga har oy tushyapti deb yuraveradi. Oktyabrdan keyin to'lov to'xtashi mumkin. Keyin shifokorlar, komissiya, hujjatlar, navbatlar boshlanadi. Bu jarayon bir kunda bitmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Muddat tugashidan kamida bir oy oldin poliklinikaga murojaat qiling. Yo'llanma va tibbiy hujjatlarini tayyorlang. 6-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan oilalar. Ayniqsa farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyida ma'lumotnoma, kunduzgi ta'limda o'qishi, yoshi va boshqa talablar muhim bo'lishi mumkin. Misol uchun, talaba bundakicha yoshdan oshgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettiryapti. Agar o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Oiladagi ona nega pul tushmadi deb borganda, sabab oddiy chiqadi. Ma'lumotnoma topshirilmagan yoki elektron bazada o'qish holati ko'rinmagan. Agar pensiyaning ID kartasi amal qilayotgan bo'lsa, bank kartasi yangi bo'lsa, yashash manzili o'zgarmagan bo'lsa, pensiya turi oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, qo'shimcha nafaqa yoki muddatli nogironlik bo'lmasa, u odamda xavf kamroq. Lekin bu hech narsa qilmasin degani emas. Kamida bir marta bankdan karta olatini. Pensiya jamg'armasidan shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini mahalla yoki davlat xizmatlari orqali ro'yxat ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yish foydali. Ayrim pensionerlar men 10 yildan beri pensiya olib kelyapman. Hech narsa bo'lmagan deydi. Men bunga shunday javob beraman. Aynan shuning uchun hozir tekshirish kerak. Tizimlar yangilanmoqda, eski xatolar keyin ko'rinib qolishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasidagi ism Muhammadjon. Pasportda Muhammadjon, bankda esa Muhammadjon bo'lib ketgan bo'lsa, oldin buning ta'siri sezilmagandir. Lekin elektron solishtirishda bitta har ham muammo chiqarishi mumkin. Pul yo'qolmaydi, lekin to'lov ushlanishi, qayta ariza yozish, ma'lumot to'g'rilash kerak bo'ladi. Birinchi misol, 16 yoshli pensioner har oy 1,20 million so'm pensiya oladi. Kartasining muddati 2025 yil avgustda tugagan, lekin u buni payqamagan. Sentyabr oyida pensiya tushgan, ammo karta orqali pul yechishda muammo chiqqan. Bankka borganda avval ID karta nusxasi, telefon raqami tasdiqlanishi, yangi karta ochilishi kerak bo'lgan. U kishi qishloqdan tuman markaziga 2 marta qatnagan, yo'lga pul ketgan, dorisini vaqtida ola olmagan. Agar iyul oyida bankka borib kartani almashtirganda bu muammo bo'lmasdi muhati. Ikkinchi misol. 72 yoshli ayol yolg'iz yashaydi, lekin rasmiy ro'yxatda hali eski uyda turadi. Farzandlari uni o'zlariga olib kelgan, lekin ro'yxat va mahalla ma'lumotlari yangilanmagan. U ayol ayrim ijtimoiy yordam dasturlariga kirmay qolgan. Chunki tizimda u boshqa hududda ko'ringan. Bu yerda pensiyaning o'zi tushgan bo'lsa ham qo'shimcha yordamdan foydalanish imkoni bo'y berilgan. 2025 yil oxirigacha bunday odamlar yashash joyi, mahalla, poliklinika, ijtimoiy reyestrdagi holatini tekshirtirish kerak. 3-misol. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan fuqaroning qayta ko'rik muddati 2025 yil 15 dekabrda tugaydi. U esa dekabrning oxirida eslaydi. Bu paytda ko'pchilik tashkilotlarda ish yuklamasi ko'payadi. Shifokorlarga kirish, tahlillar topshirish, hujjat yig'ish qiyinlashadi. Natijada yanvar oyidagi to'lov kechikishi mumkin. Men bunday vaziyatda muddat tugashidan 25 kun oldin harakatni boshlashni tavsiya qilaman. Chunki tibbiy hujjat bir kunda yig'ilmaydi. 4-misol. Pensioner erkak pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil ishlagan. Ish beruvchi uni rasmiy ishlatgan. Lekin pensioner pensiyani qayta hisoblash mumkinligini bilmagan. U har oy 1,800 ming so'm olayotgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin masalan 1,000 yoki 1,7 ming so'm qo'shilishi ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu raqam har bir odamda turlicha, aniq hisobni faqat vakolatli organ qiladi. Lekin odam murojaat qilmasa, o'z haqqini so'ramasa, bu imkoniyatdan bexabar qoladi. Yiliga 100 ming so'm qo'shimcha ham 1,200 ming so'm degani. Pensioner uchun bu kichik pul emas.
Eng muhim nozik jihatlardan biri pensiya puli odatda yo'qolib ketmaydi. Lekin vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Odamlar ko'pincha pulimni olib qo'yishdi deb xavotir qiladi. Aslida sabab hujjat, muddat, bank hisobi, ro'yxat yoki tasdiqlovchi ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin kechikkan pulni olish uchun ham dalil, ariza, tekshiruv kerak bo'ladi. Shuning uchun muammoni oldindan yopish eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi nozik jihat, birovning kartasiga pensiya olish masalasi. Ayrim oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. PIN kodni ham farzand biladi. Bu qulay tuyulishi mumkin, lekin xavfli. Agar karta yo'qolsa, pul yechilsa, nizoli vaziyat chiqsa, bank oldida karta egasining o'zi javobgar bo'ladi. Agar pensioner pulini o'zi ola olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish kerak. Ishonchnoma notarius orqali yoki belgilangan tartibda rasmiy bo'lishi kerak. O'g'lim-ku, qizim-ku degan gap bank va davlat organlari uchun yetarli hujjat emas. Uchinchi nozik jihat, telefon raqami, bugun bank kartasi, SMS xabar, mobil ilova, tasdiqlash kodi telefon raqamiga bog'langan. Ko'p pensionerlarda karta ochilganda farzandining yoki qo'shnisining raqami yozilgan bo'ladi. Keyin karta bloklanadi, kod keladi. Firibgar qo'ng'iroq qiladi yoki pul yechish uchun tasdiq kerak bo'ladi. Men tavsiya qilaman, pensionerning bankdagi telefon raqami ishonchli, doimiy va nazorat qilinadigan raqam bo'lsin. Agar o'zi telefondan foydalana olmasa, qonuniy vakil yoki ishonchli yaqin qarindosh bilan tartibni to'g'ri rasmiylashtirish kerak. To'rtinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov va keyin qaytarish talabi. Ba'zida odam biror holat o'zgarganini xabar qilmaydi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa olayotgan talaba o'qishni tashlagan, lekin oila bu haqda vaqtida aytmagan. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov bir muddat davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, davlatda bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun tushib turibdi. Demak, olaveraman degan yondashuv xavfli. Har bir to'lovning qonuniy asosi bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, firibgarlik. 2025 yil oxirigacha pensiya, kompensatsiya, indeksatsiya, yangi qo'shimcha pul, prezident to'lovi degan nomlar bilan turli yolg'on xabarlar ko'payishi mumkin. Firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz ko'payishi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting, ariza rasmiylashtirib beramiz, oldindan to'lov qiling deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, karta PIN kodini aytmang. Kartaning orqa tomonidagi raqamlarni yubormang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati qachongacha amal qilishini ko'ring. Agar muddat 2025 yil oxirigacha tugasa yoki hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSHR kabi ma'lumotlarda xato bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga yoki ichki ishlar migratsiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bora olmasangiz, yaqinlaringizdan navbat olish, ariza tartibini bilish, kerakli hujjatlarni tayyorlashda yordam so'rang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Kartaning old tomonidagi amal qilish muddatini ko'ring. Bankka borib, karta faolmi? Pensiya aynan qaysi hisobga tushyapti? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Karta bloklanmaganmi? Yangi karta olish kerak emasmi? Shularni aniqlang. Agar pensioner yura olmasa, bankdan masofaviy xizmat, ishonchnom orqali xizmat yoki uyga chiqish imkoniyatlari bor yo'qligini so'rash kerak. Har bir bankning tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan emas, rasmiy bankdan aniqlang. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali pensiya ma'lumotlarini tekshirtiring. Men quyidagilarni so'rashni tavsiya qilaman. Pensiya turi to'g'ri ko'rsatilganmi? To'lov miqdori qanday shakllangan? Qayta hisoblash uchun asos bormi? Mehnat staji to'liq kiritilganmi? Oldin ishlagan joylardan hujjat yetishmayaptimi? Qo'shimcha imtiyoz yoki ustama olish huquqi bormi? Ayniqsa sobiq ish joylari yopilib ketgan. Mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki ism, familiya o'zgargan odamlarda hujjatlarni oldindan tartibga keltirish juda muhim. To'rtinchi qadam, ishlagan davrlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, parvarish davri, o'qish davri kabi pensiyaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni bir papkaga joylang. Men har bir pensioner oilasiga alohida
papka qilishni maslahat beraman. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotlari, ishonchnoma, telefon raqamlari, murojaat qilingan tashkilotlar javoblari, hujjatlar tartibli bo'lsa, muammo chiqqanda odam yugurib izlamaydi. 5-qadam nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, parvarish puli yoki boshqa muddatli to'lovlar bo'lsa, muddatlarni alohida yozib qo'ying. Uyda kalendarga yozing. Telefonga eslatma qo'ying. Farzandlaringizga ayting. Ko'ramiz, keyin boramiz, hali vaqt bor degan gaplar ko'pincha to'lov kechikishiga olib keladi. Agar muddat dekabrda tugasa, noyabrda harakat boshlang. Agar sentyabrda tugasa, avgustda boshlang. Har doim kamida bir oy zaxira vaqt qoldiring. 6-qadam, yashash manzili va mahalla bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshiring. Pensioni qayerda ro'yxatda, qayerda yashaydi? Qaysi poliklinikaga biriktirilgan? Mahalla uni qanday toifadagi fuqaro sifatida ko'radi? Yolg'iz yashovchi sifatida ro'yxatda bormi yoki yo'qmi? Yordamga muhtojlar ro'yxatda turadimi? Bularni aniqlash kerak. Ba'zi yordamlar faqat pensiya miqdoriga emas, oilaviy ahvol, yashash sharoiti, sog'liq, daromad va mahalla xulosasiga ham bog'liq bo'ladi. 7-qadam, rasmiy murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya kamagan bo'lsa, tushmagan bo'lsa, qayta hisoblash kerak deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, JSHSHIR, manzil, telefon raqam, muammo mazmuni va aniq talab yoziladi. Masalan, mening pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, mehnat stajim to'liq hisobga olinmagani yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Ariza topshirilganda ro'yxatga olingan raqamni saqlab qo'ying. Javob yozma bo'lsa, keyingi bosqichda dalil bo'ladi. 8-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Pensionerning kartasi, telefoni va hujjatlari tartibsiz bo'lsa, firibgarlar uchun yo'l ochiladi. Har bir oilada pensionerga oddiy qo'yidani tushuntiring. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Notanish havola bosilmaydi. Pul tushirib beramiz deganlarga karta rasmiy yuborilmaydi. Bank xodiman degan odamga ishonishdan oldin bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilinadi. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, darhol bankka karta bloklash uchun murojaat qiling va ichki ishlar organlariga ariza bering. Men pensionerlarga 2025 yil oxirigacha kichik nazorat ro'yxatini yozib qo'yishni tavsiya qilaman. ID karta muddati, bank kartasi muddati, pensiya tushadigan san bank nomi, pensiya jamg'armasi bo'limi manzili. Mahalla raisi yoki mas'ul xodim kontakti, poliklinika, nogironlik qayta ko'rik sanasi, o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'ladigan sana, ishonchnoma muddati. Bu oddiy yozuvlar kelajakda katta muammoning oldini oladi. Agar pensionerning farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, ular ham mas'uliyatni butunlay mahallaga yoki qo'shniga tashlab qo'ymasligi kerak. Oyiga bir marta ota-onasidan so'rash kerak. Pensiya tushdimi? Karta ishlayaptimi? Doğru uchun pul yetyaptimi? Kimdir qo'ng'iroq qilib kod so'ramadimi? Hujjat muddati tugamayaptimi? Ko'p muammolar erta sezilsa, bir kunda hal bo'ladi. Kech sezilsa, bir oyga cho'ziladi. Men aytayotgan maslahatlar umumiy yo'l yo'riq. Har bir odamning pensiyasi alohida hisoblanadi. Staj, ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, oilaviy holat, hudud, hujjatlar va boshqa omillar farq qiladi. Shuning uchun qo'shningizga 200 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, sizga ham albatta qo'shiladi degani emas. Yoki bir tanishingizning puli to'xtamagan bo'lsa, sizniki ham to'xtamaydi degani emas. Eng to'g'ri yo'l o'z ma'lumotingizni rasmiy joydan tekshirtirish. Agar sizga men hammasini hal qilib beraman, faqat pul bering deyishsa, ehtiyot bo'ling. Qonuniy xizmatlar davlat boji yoki rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bilan amalga oshadi. Pensiyani ko'paytirib berish, navbatsiz hujjat chiqarish, maxsus ro'yxatga kiritish kabi va'dalar ko'pincha firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadiganlar ko'p. Shuning uchun har bir hujjat, har bir to'lov, har bir va'da rasmiy manba orqali tekshirsin. 2025 yil oxirigacha pensionerlar eng avvalo hujjat muddati, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, pensiya turi, nogironlik yoki boshqa muddatli to'lovlar, ish staji va imtiyozlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Bu ishlar murakkab emas, lekin vaqtida qilinmasa pensiya kechikishi, karta ishlamasligi, qo'shimcha yordam chiqmay qolishi yoki ortiqcha to'lov bo'yicha muammo paydo bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Kartangiz muddatini ko'ring. Kerak bo'lsa bankka, pensiya jamg'armasiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mahallaga murojaat qiling.
Bu ishni dekabr oxiriga qoldirmang. Endi izohlarda yozing. Sizda pensiya, karta, hujjat yoki qayta hisoblash bo'yicha qanday savol bor? Tajribangizni ham yozing. Boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki pensionerlarning puli o'z vaqtida va to'liq yetib borishi hammamiz uchun muhim.